Ber. Tez. Shoshyapman. To'yimizga ham 20 yil bo'ldi. Balkim nishonlarimiz, a? Abbo, endi shu qoluvdi 20 yillikni nishonlash. Shuncha uchrashuvim bor. 20 yillikni nishonlaydimi? Gabrielga gapingni qara. Keyin gaplashamiz. Qani bo'linglar. Ketdik. Mayli. Bo'pti. Mayli, yaxshi boringlar. Ha. Chiqdinglarmi? Qani ketdik. Dada, radio eshitdik. Aha. Mana. Aziz radio tinglovchilar, to'lqinlarimizda Erkin Ismoilov o'zining ayollarga bag'ishlangan go'zal taronasini ijro etadi. Ayollarimizni asrab avaylaylik. Ular hayotimizning chinakam jilosidir. Sevaman deng ayolga, mas ayting, hushyor ayting. Sevaman deng ayolga, pinhon yo oshkor ayting. Sevaman deng ayolga, mas ayting, hushyor ayting. Sevaman deng ayolga, pinhon yo oshkor ayting. Sevaman deng ayolga, besabab bekor ayting. Sevaman deng ayolga, bosabab bakor ayting. Ayting. Sevaman deng ayolga, ayting. Sog'inib xumor ayting. Ayting. Sevaman deng ayolga, ayting. Charchamang takror ayting. Sevaman deng ayolga, tunda yo nahor ayting. Sevaman deng ayolga, kunda beshumor ayting. Sevaman deng ayolga, tunda yo nahor ayting. Sevaman deng ayolga, kunda beshumor ayting. Sevaman deng ayolga, misoli alyor ayting. Sevaman deng ayolga, ko'p ayting, bisyor ayting. Ayting. Sevaman deng ayolga, ayting. Sog'inib xumor ayting. Ayting. Sevaman deng ayolga, ayting. Charchamang takror ayting. Ayting. Seni yaxshi ko'raman. Sevaman deng ayolga, ayting. Sog'inib xumor ayting. Ayting. Sevaman deng ayolga, ayting. Charchamang takror ayting. Ayting. Sevaman deng ayolga, ayting. Sog'inib xumor ayting. Ayting. Sevaman deng ayolga, ayting. Charchamang takror ayting.